Siyasi nişan, siyasi strategiya ve siyasi kun tartib. Siyasi nişan degan nima? Siyasi nişan deganimiz har qanday davlat, millat, siyasi kuchlarning yetmoqchi bo'lgan eng oxirgi orzusi va g'oyasini ko'rsatadi. Masalan, Uyg'ur xalqining eng oxirgi g'oyasi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va milliy mustaqillikka erishishdan iborat. Siyasi strategiya degan nima? Siyasi strategiya yetmoqchi bo'lgan siyasi orzu va g'oyamiz uchun kerakli bo'lgan tadbir, chora, ilm-fikr ve barliq usullarning yig'indisidan iborat. Siyasi kun tartib degan nima? Siyasi kun tartib deganimiz siyasi strategiya ve siyasi nishonimiz asosida kundalik, haftalik, oylik, yillik harakat tizimligini ko'rsatadi. Ya'ni tashkilot, shaxs, xalq bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning siyasi nishonimiz uchun qanday siyasi strategiyamiz bor. Bu siyasi strategiya amalga oshirish uchun kuniga, haftasiga, iyiga, yiliga men qanday qilaman degan konkret plan va sistema bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmaydi ekan, bizning barliq harakat planimiz, zihnimiz, umumiy harakat yo'nalishimiz dunyoda atrofimizda yuz berayotgan iqlim masalalari, xalqaro ishlar, boshqa millatlarning dod faryodlari, shunaqla bizga ta'sir ko'rsatayotgan turli manfaat guruhlarining g'oya orzulari bilan o'z nishonimizdan, g'oyamizdan, harakat yo'nalishimizdan adashib qolamiz. Shuning uchun har qanday shaxs siyosiy nishon, siyosiy strategiya va siyosiy kun tartib haqida sistemli o'yinishi va uningga rioya qilish kerak. Bu samimiy taklif.